2025 yil 8-oktyabrdagi alohida tuman shahar mahallalarini aholining yashash va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun namunali hududga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash, jumladan Yangi O'zbekiston qiyofasidagi tuman va Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahallada aholi tomorqalari va ijaraga berilgan yer maydonlarida to'proq tahlili o'tkazish bo'yicha ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. To'proqning individual namunasi konvert yoki diagonal usulda amalga oshiriladi. Mana shu maydonning 5 ta nuqtasidan 4 ta chetidan va o'rtasidan oladigan bo'lsak, bu konvert usulida olish bo'ladi. Agar diagonal bo'yicha 5 ta joydan oladigan bo'lsak, bu diagonal usulda to'proq namunasini olish bo'ladi. To'proq namunasi xalqaro standart asosida amalga oshiriladi. Ushbu standartda to'proq olishda nimalarga e'tibor qaratish kerakligi, to'proq namunalarini olish ko'rsatib o'tilgan. O'sha namunaga asoslangan holda, unga rioya qilgan holda amalga oshirilish lozim. So'nggi yillarda raqamlashtirishni yanada rivojlantirish maqsadida yerdan foydalanuvchilar, fermer xo'jaliklari, klasterlar, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari bilan onlayn ravishda shartnomalar tuzilyapti. Daladan to'proq namunalari olinib, laboratoriyada tahlil qilinib, tarkibidagi harakatchan fosfor, almashinuvchan kaliy, gumus miqdorlari aniqlanadi. Shuningdek, degradatsiyaga uchragan yerlarni yana foydalaniladigan yerlarga aylantirish bo'yicha izlanishlar olib borilyapti. Aytish joizki, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ekologik toza, sifatli, oziqa va vitaminlarga boy bo'lishi uchun yerdan foydalanuvchilar tahlil xulosa va xaritonomalarda yozilgan tavsiyalar orqali ishlasa maqsadga muvofiq bo'ladi.